Assalomu alaykum aziz ustozlar. 11-mavzuni boshlaymiz. Mavzumiz Microsoft Word dasturi. Uning interfeysi, formatlash, jadval, grafik obyektlar va klaviatura kombinatsiyalari bilan ishlash. Xo'p, ikkita asosiy qism bor. Mana bu birinchi qism bo'lsa, interfeysi, formatlash, jadval, grafik obyektlar va umuman havolalar. Mana shular birinchi bo'lim bo'lsa, ikkinchi bo'limi klaviatura kombinatsiyalari. Testlarda aynan mana shular tushadi. Birinchi bo'limdan qaysi funksiyaga yoki bo'lmasa qaysi bo'limga, qaysi imkoniyatga qanday qilib kirish mumkin yoki mana shu vazifani qanday bajarish mumkin, ketma-ketligi so'raladi. Klaviatura kombinatsiyalari bo'lsa oddiy. Bu klaviatura kombinatsiyasi nima vazifani bajaradi yoki bo'lmasa shu vazifani qaysi klaviatura kombinatsiyasi bajaradi? Shunaqa savollar tushadi. Boshladik. Word oynasi asosiy qismlari. Bu yerda Microsoft Word dasturini o'rnatib oldim kompyuterimga, lekin litsenziyasi pullik, Mac OSda pullik bo'lgani uchun sotib olganim yo'q. Shunchaki sizlarga nima qayerda joylashgan shuni ko'rsatish uchun sonfi qildim. Xo'p, birinchisi ribbon. Aynan mana shu so'z testlarda ruscha talaffuzda uchramaydi. Aynan ribbon deb so'raladi. Ya'ni ribbon 2007-yilgi Word, ya'ni umuman olganda Microsoft Office paketlarida ribbon kirib kelgan. O'sha 2007-yildan beri mana shu tugma Home, Insert, Design, Layout, Reference, Review, View degan bo'limlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ruschasida Glavniy, Vystavka, Design, Maket, bu yerda yana nima bor? Silki, Rasilki hamda vid bo'limlari. Ribbon degan ko'pchilik bilsa kerak, bilmaydiganlar bo'lsa, mana bu qism ribbon deyiladi. Xullas, mana bu bizni ish maydonimiz bo'lsa, ish maydoni yuqorisidagi hamma tugmalar ribbon. Hamda mana bu qism faqat ribbonga kirmaydi. Tepadagi tezkorliklar ishlar, tezkor buyruqlar aniqrog'i. Xo'p, tezkor kirish paneli. Aynan mana shu bo'lim tezkor kirish paneli, ya'ni nimadir yozsak, orqaga qaytarishimiz, oldinga qaytarishimiz, saqlashimiz, home bo'lim, ya'ni bosh sahifaga o'tishimiz, chop etish va bu yerda o'zimiz xohlagan narsalarni qo'yishimiz yoki olib tashlashimiz mumkin. Mana shu tezkor kirish paneli bo'ladi. Xo'p, holat qatori, sahifa raqami, sonlar, so'zlar soni pastda bo'ladi. Mana o'sha. Sahifa soni mana bitta hozircha. So'zlar soni 0 ta. Bitta ham so'z ishlatilmagan. Qanaqa til ishlatilyapti? Ya'ni ingliz tili ishlatilyapti. Va hokazo. Mana bu yerda yana bitta bo'lim bor. Bu bo'lim alohida bo'lim hisoblanadi. Buni ham tushuntiraman. Fayl kengaytmasi .docs 2007-yildan beri ishlatiladi. 2007-yildan oldingi versiyalarda .doc ishlatilgan. Ya'ni Microsoft Word dasturining fayl kengaytmasi. Enter tugmasi yangi abzatsga tushiradi, ya'ni yangi paragrafga. Tab tugmasi unga siljitadi. Buni bilasizlar. Keyingisi matnni formatlash, ya'ni shrift. Xo'p, formatlash bo'limi aynan mana bu yerda joylashgan. Mana shu bo'limni o'zi formatlashga kiradi. Yana bitta bo'lim bor, u stillar bo'limi. U alohida bo'lim hisoblanadi. Formatlash bo'limi mana shu. Ya'ni shrift turi, uni razmeri, o'sha razmerni katta kichikka almashtirish, qalinlashtirish, ya'ni jирный, kursiv yot holatga o'tkazish. Mana bu подчеркнутый, ya'ni tagiga chiziq chizish, xullas. Mana bu ustiga chiziq chizish, mana bu indeks, pastki indeksga tushirish, mana bu yuqori indeksga ko'tarish. Mana bu yerda harfimizga, belgilangan harfimizga rang berish. Hozir bu yerda yana bitta narsa bo'lishi kerak. O'sha narsa ko'rsatilmagan. Ya'ni markerlash.
markerlash tugmasi ko'rsatilmagan. Uni o'rniga mana bu tekstovoy effekt ko'rsatilgan. Xo'p, davom etamiz. Formatlash bo'limida Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U tugmalari ishlatiladi. Bu nimaga aynan shu tugmalar? Xo'p. Bu bo'lim ko'rinmayapti tepasi. Ya'ni inglizcha so'zlamalarda mana bu J o'rnida B turadi, qalin B turadi. Ya'ni bold degan so'z. K o'rnida I turadi, yotiq I harfi. Italic degan so'z, bosh harfi. Ch o'rnida U turadi. Underline degan so'zni boshi. Ya'ni tag chiziq degani. Mana shu 3 ta harf turadi, o'shalar B, I, U. Ctrl B qalin qiladi, ya'ni bold so'zi. Ctrl I kursiv qiladi, italic so'zidan kelib chiqqan. Ctrl U tag chiziq chizadi, underline so'zidan kelib chiqqan. Shrift turi Timeless Roman ishlatamiz. Asosan Arial ham ishlatib turiladi, lekin rasmiy holatda Times New Roman ishlatamiz. O'lchami 14. Ya'ni Word dasturida shrift o'lchami nimada o'lchanadi desa, santimetr, millimetr va dyum shunga o'xshagan emas. Aynan pt da o'lchanadi. Ya'ni point. 14 point. Rangi qora bo'ladi. Xo'p, yuqori indeks. Masalan, M ni tepasida 2 turibdi. Mana shu yuqori indeks bo'ladi. Superscript deyiladi. Quyi indeks subscript. Ya'ni pastga yoziladi mana bunday. H2O da 2 ga o'xshab. Text highlight, ya'ni marker. Markerimiz bilamiz. Bellangan joyga marker ishlatsak, o'sha so'zlarni orqasiga rang beriladi. Change case katta kichik harfga o'zgartirish, ya'ni bizda mana bu tugma bor. Bu ruschasi nima ekan? Register. Katta registr kichkina registrlarga almashtirish mumkin shu bilan osongina. Ya'ni hamma harflar katta harflarda, ya'ni bosh harflarda, yo bo'lmasa hamma harflar kichik harflarda yozish mumkin, yoki bo'lmasa har bitta so'zni birinchi harfi bosh harfda yozilishi mumkin. Shu bilan almashtiramiz. Mana bu очистить, ya'ni удалить все форматирование. Hamma formatlashlarni o'chirish. Ya'ni matnni oddiy обычный holatga qaytaradi. Xo'p, keyingisi tekstlash va abzas so'zlamalari. Buni ko'pchilik bilsa kerak, bilmaydiganlar uchun Ctrl L chap tomonga tekstlaydi, Ctrl R o'ng tomonga tekstlaydi. Ya'ni ikkala so'z left right so'zlaridan kelib chiqqan ingliz tilida. Ctrl L left chap tomon, Ctrl R right o'ng tomonda tekstlaydi. Ctrl Y o'rtaga tekstlaydi, Ctrl J ikkita tomonga tekstlaydi. Line spacing qatorlar oralig'i mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana shu qatorlarning oralig'i. Asosan 1,5 o'lcham ishlatiladi qatorlar oralig'ida, rasmiy hujjatlarda. Ruschasi interval. Hop, keyin mana bular bor. Отпустlar bor. O'sha yozayotgan matnimizni to'liq past qatorlar bilan birga o'ngga yoki chapga siljitish mumkin. O'ngroqqa yoki chaproqqa siljitib borish mumkin bular bilan. Keyin numeratsiya, nomerlash. Mana bu numeratsiya bo'lsa, mana bu markeri, ya'ni belgilash. Oddiygina dumaloq, to'rtburchak, uchburchaklar bilan belgilashimiz mumkin. Bunda raqamlar, harflar, rim raqamlari bilan belgilashimiz mumkin. Ya'ni ro'yxat tuzamiz. Tartiblangan va tartiblanmagan. Tartiblanganda raqam harf bo'ladi, tartiblanmaganda belgilar bo'ladi xolos. Hop, keyingisi format Painter, Word Art, Smart Art. Endi sal ba'zi ustozlarimiz yo bo'lmasa ba'zi mutaxassislarimiz bilmaydigan joyga keldik. Mana shu uchalasi testda tushib qolsa chalkashtirishi mumkin. Format Painter, ya'ni
Formatni nusxalash. Kopирование format. Bu qayerda joylashgan? Mana bu yerda joylashgan. Mana bu nusxa olish bo'limida shotgacha rasm bilan ko'rsatiladi. Kopirovat formatirovание применить его в другом месте. Ya'ni biz nimadir yozamiz, xullas matnimizda bitta joyda boshqacha uslub ishlatilgan. Ya'ni u sal ichkariroqdan yoki bo'lmasa tashqariroqdan boshlangan va uni yozish uslubi, shrift o'lchamlari sal boshqacharoq. Masalan, jadvalda men kichkinaroq shrift o'lchami ishlataman, chunki jadvalga ko'proq narsa sig'dirish uchun harflarni kichraytirish kerak. Va yana bir ikkita o'zgarishlar qilaman. O'sha jadvalda ichini shuni belgilab, mana bu bilan nusxa olamanda, yangi formatlanmagan odatiy holatda yozilgan jadvalga borib turib, bosib turib o'sha jadvalni belgilasam, yuqoridagi formatlangan jadvalning formati pastkiga o'tib qoladi. Ya'ni bu matnni yoki bo'lmasa elementlarni nusxa olmaydi, faqat uslubni nusxa oladi. Uslubni bitta joydagi uslubni boshqa joyga ham tatbiq qilish uchun. Word art nima? Word art Xo'p. Bu yerda word artni rasmini qidirib ko'rdik. Mana. Eski Word variantlarida xuddi mana shunday ko'rinishda Word art bo'lardi. Ko'pchilik ishlatib ko'rgan bo'lsa kerak bu narsani, ayniqsa printerda narsa chiqarib beradiganlar juda ham ko'p ishlatgan. Mana bunaqa so'zlarni ishlatish uchun. Lekin hozirgi yangi Word dasturida, yangi chaturlarida asosan mana bunday eng oddiy minimalistik holatlarda ishlatiladi. Ya'ni harfni mana bunaqa aylanasimon yoki bo'lmasa qiyshaytirib, boshqa har xil usullarda to'lqinsimon ishlatish yo'q. Faqatgina mana bular bor xolos yangi Wordlarda. Agar bunaqa imkoniyatlar kerak bo'lsa, Wordda eski variantlarini ishlatgan yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Bu Word art, ya'ni oddiygina matnga ishlov berish, dizayn berish. Smart art nima? Smart art bu sxemalar tuzish. Mana bunaqa chiroyli sxemalar tuzish mumkin. Yoki bo'lmasa mana bunga o'xshagan. Turli xil. Masalan, faqat Word dasturida yasash mumkin bo'lganlari bular ko'pchiligi taqdimotda slaydlarda yasalgan mana Word dasturida. Mana bunga o'xshagan yoki bo'lmasa istalgancha turdagi Word artdan foydalanishingiz mumkin. Mana o'shaning turlari. Smart artdan, uzr. Xo'p, hammasi boshida ko'rsatiladi yoki bo'lmasa o'zingiz kerakli bo'limni pastdan tanlab olishingiz mumkin. Rasmlar uchun, matritsa uchun, ro'yxat uchun, aylanasimon yoki bo'lmasa darajalanadigan, masalan, eng asosiysi undan keyin 2 qismga yoki 3 qismga bo'linadi. Shu bo'linib tabaqalanib ketiladigan holat. Xullas, mana shu hammasi bu smart art. Ya'ni bittasini tanlaymiz, ichiga matnlar yozamiz, ranglarni to'g'rilab chiqamiz. O'zimiz xohlagan mana bunga o'xshagan qanaqadir chiroyli narsalarni olishimiz mumkin shundan. Masalan, eng oddiysi mana. Eng oddiy va o'rta darajali chiroyli. Undan ham oddiyroqlari mana bunday qilib tuzish mumkin. Bu juda ham oddiy, shunchaki tanlab turib ichiga matn yozib chiqilgan. Ko'proq dizayn berilmagan. Va hokazo. Xuddi shunaqa smart artlar ishlatish mumkin. Word art bilan smart art farqi, Word art faqat matn bezaydi, smart art qanaqadir sxemalar yaratadi. Jadval bilan ishlash. Xo'p, test savollarida boshida aytganimdek, nima qayerda joylashgan? Masalan, jadval qayerda joylashgan? Jadvalni chiqarish uchun nima qilish kerak desa, ingliz tilida bo'lsa insert bo'limidan table tanlanadi hamda kataklar soni tanlanadi. Ruscha bo'lsa выставка bo'limida tablitsa tanlanadi, buni ichida kataklar soni tanlanadi. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Xo'p, выставка bo'limida hujjatga qo'shishimiz mumkin bo'lgan hamma narsa bor.
hujjatga qaysidir element qo'shish desa, doim выставкani tanlaymiz. Boshqa bo'lim emas, maket emas, bo'lmasa konstruktor emas. Bularning har birining o'zining vazifasi bor. Jadval выставка bo'limda. Merge cells, ya'ni объединить yacheyki, kataklarni birlashtirish. Ba'zi matn muharrirlarida, ya'ni Word, PowerPoint, Excel, shularni qaysidir Office versiyalarida kontrol bilan M harfi ishlatiladi, ya'ni merge so'zining bosh harfi. Kontrol bilan M harfini ikkita katakni birlashtirib bossak, o'sha kataklarni birlashtirib beradi. Ya'ni o'rtasidagi chiziqdan olib tashlaydi. Bu объединить degan funksiya ruschada. Kataklarni birlashtirish uchun nima qilinadi desa, bu yerda jadval chiqargandan keyin qo'shimcha bo'lim qo'shiladi. Tablitsa dizayn degan. Tablitsa maket, tablitsa konstruktor, adashmasam shunaqa edi. Tablitsa konstruktor, tablitsa maket. Mana shu ikkita bo'lim qo'shiladi. Shularda bittasida bo'ladi. Testda ham javoblar variantida yo konstruktor yo maketda ko'rsatishadi. Merge cells. Ya'ni hozir konstruktorda uni dizayni bo'lsa, maketda uni tuzilishi bo'ladi. Demak, объединить yacheyki maketda bo'ladi. Tablitsa maketda, объединить yacheyki degan tugma bosiladi degan javob tanlaysizlar. Xo'p, split cells bo'lsa, uni teskarisi. Mavjud katakni bir necha qismlarga bo'lish. O'sha table, ya'ni tablitsa maket ichida u ham bor. Ya'ni katakni bo'lish. Ruschasi nima esimda yo'q, chunki men bu funksiyadan ishlatmasdimda, shunchaki qalamchadan ishlatardim. Qalamchasi bor, draw table degan ingliz tilida. O'sha qalamchani tanlab, xohlagan joyimga qo'shimcha chiziqchalar chizib ishlataverardim. Xo'p, jadvalga qator qo'shish. Testda tushadigan qismi mana shu. Tab tugmasi oxirgi katakda turib bosiladi. Ya'ni jadval qo'shilgandan keyin oxirgi katakka borib turib tabni bossak, pastga yangi qator qo'shiladi. Yana aytilmaydigan yo'li bor. U testda tushadimi yo'qmi bilmayman, chunki testda aynan mana shu holatni ko'rganman. Tab tugmasi bosilishini. Oxirgi katakdan sichqonchani tashqariga chiqaramiz. Masalan, oxirgi katakni mana bu formulani, mana qavsini yopilishini tasavvur qilaylik. Qavsdan tashqariga, ya'ni katakdan tashqariga chiqib, sichqonchani bitta bosamiz. Shu yerda enter bossak, yangi qator qo'shiladi. Ya'ni qisqasi, oxirgi katakdan tashqarida enterni bosish. Xo'p. Bizda asosan mana shu tab tugmasi orqali yangi katak qo'shish testlarida tushadi. Word jadvalda oddiy formulalar ham ishlatish mumkin. O'sha Word jadvalni ichida teng deb turib formula ishlatib ketsak ham xuddi Excelga o'xshab ishlaydi. Xo'p, stillar va mundarija. Eng ko'p ishlatadigan narsa rasmiy hujjatlarda bu yerda главный bo'limda stillar bor mana. Обычный, без interval, zagalog 1, zagalog 2, menimcha hamma ishlatgan bu bo'limdan. Zagalog 1, zagalog 2 dan men hamma bo'limlarga kirishga zagalog 1, birinchi bobga zagalog 1, birinchi bobda birinchi bo'limiga zagalog 2, birinchi bobda ikkinchi bo'limiga ham zagalog 2. Mana shunday qilib ikkinchi bobga zagalog 1. Terib ketaman, ichini ma'lumotlar bilan to'ldiraman. Oxirida ссылки degan bo'limda оглавный degan bo'lim bor. Оглавныйni bossak, o'zi avtomatik bizga mundarija tuzib beradi zagaloglarga qarab. Xo'p, keyingisi sahifa sozlamalari, ya'ni maket. Bu yerda polyanni tanlasak bo'ladi.
Buni bossak, pastda odatda mana bu chiziqlarni har xil holatdagisini ko'rsatadi. Tak. Обычный bo'ladi, minimalniy bo'ladi, yo bo'lmasa juda ham mana bu ko'k chiziqlar o'rtaga yaqin bo'lgan holati bo'ladi. Yoki pastda nastroyka maket bo'ladi. O'shani bosib turib o'zimiz belgilab olishimiz mumkin. Rasmiy holatda chap tomondan 3 sm, o'ng tomondan 1,5 sm, yuqori va pastdan 2,5 sm dan joy tashladi. Adashmasam shunday. Xo'p. Margin bo'ldi. Size, ya'ni razmer. Razmer odatda A4 formatda turadi. Biz xohlasak boshqa formatlarga o'tkazsak bo'ladi razmerlarni. Orientatsiya bu bizda orientation degan ingliz tilida kitobcha yoki bo'lmasa albomli holatga o'tkazish uchun kerak. Orientatsiya. Columns, ya'ni kolonki. Mana kolonki yozayotgan hujjatimizni bir nechta ustunlarga bo'lishga yordam beradi. Ya'ni qanaqa ustun? Xuddi gazetaga o'xshagan hujjat yaratishimizga yordam berishi mumkin yoki ma'lumotnomada ko'pchilik biladi, ikkita ustun bo'ladi, rasm pastda. Mana bu yerda rasm bo'lsa, pastda ikkita ustun bo'ladi. Har bitta ustunni alohida to'ldirib chiqish mumkin. Xuddi shu narsani kolonki qilib beradi. Kolon titul va havola mundarija. Kolon titul bu yuqorida 2 marta bossak aktivatsiya bo'lgan holatda ko'rsatardi. Kolon titul. Hop. Bu yerda qaysi bo'limda ekan? Xullas 2 marta tepaga bosganda kolon titul bo'limi ochilardi. O'sha yerda konstruktor bu yerda emas. Вставка. Mana, вставкада ekan. Yuqori kolon titul, pastki kolon titul hamda nomer stranitsa. Mana shular yuqoriga yoki pastga nima deb yozilsa, har bitta sahifada o'sha narsa bo'ladi. Ya'ni inglizchasida header footer deyiladi. Testda tushib qolsa hayron bo'lmanglar. Header bu yuqori kolon titul, footer bu pastki kolon titul. Page number bu sahifa raqami. Endi buni ko'pchilik ishlatgan, ko'p tushuntirib o'tirmayman. Keyingisiga o'taman. Find, replace, save, ya'ni найти, заменить, сохранить. Ctrl F ni bossak найти ishlaydi, ya'ni qidirish ishlaydi. Ctrl H ni bossak заменить, ya'ni almashtirish ishlaydi. F7 ni bossak imlo tekshiruv bo'ladi. Bu testda tushish ehtimoli kam, chunki O'zbekistonda bu deyarli ishlatilmaydi. Faqat ingliz tilida imlolarni tekshirib beradi. Ingliz tili, rus tilini, imlo xatolarini. Ctrl S saqlash, F12 boshqa joyga saqlash. Ya'ni сохранить как F12 miz. Ctrl P miz, endi chop etish yoki bo'lmasa PDF holatda eksport qilish. Endi ikkinchi bo'limga o'tdik. Klaviatura, fayl va tahrirlash bo'limi. Hozir bu yerda 3 ta bo'lim bor. Klaviatura kombinatsiyalaridan bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi bo'limimiz klaviatura kombinatsiyalarida fayl va tahrirlash uchun. Ctrl N yangi hujjat yaratish uchun, Ctrl O bizda mavjud bo'lgan hujjatni ochish uchun. Shu ikkalasi juda ham ko'p joylarda uchraydi. Ctrl S saqlash, Ctrl C nusxa olish, Ctrl X kesib olish, Ctrl V nusxa olingan yoki kesib olingan narsani joylashtirish, Ctrl C oxirgi amallarni orqaga qaytarish, ya'ni bekor qilish, Ctrl X Y bekor qilingan amalni yana joyiga qaytarib qo'yish. Masalan, salom deb Wordda yozdingizda, Ctrl C ni bosangiz, salom degan yozgan narsangiz yo'qoladi, ya'ni yozganingiz bekor qilinadi. Undan keyin Ctrl Y ni bosangiz, salom deb yozganingizga yana sizga qaytarib joylab beradi. Ctrl A hammasini tanlash. Endi formatlash va boshqa amallarni bajarish. Ctrl B
qalinlashtirish, Ctrl I kursiv, ya'ni yotiq holatga o'tkazish, Ctrl U tag chiziq chizish, Ctrl L chap tomonga tekislash, Ctrl R o'ng tomonga tekislash, Ctrl Y markazga tekislash, Ctrl J ikkita tomonga tekislaydi. Ya'ni mana bu bo'limimiz glavniydagi chapga, o'rtaga, o'ngga, ikkita yonga. Hamda Ctrl F qidirish, Ctrl H almashtirish, ya'ni zaminit Ctrl F12 miz saqlanit как. Maxsus kombinatsiyalar Ctrl Shift D pastiga ikkita chiziq chizadi matnni belgilangan joyini. Shift bilan Enter paragrafni tugatmasdan turib pastga tushiradi. Masalan, oddiy Enterni bossak, o'sha joyda paragrafimiz uziladi, yangi abzasga tushadi. Shift bilan Enter bo'lsa, abzasni to'xtatmay turib, shunchaki pastki qatordan boshlaydi. Ya'ni pastki qatordagi ham yuqoridagi abzasga tegishli bo'ladi. Ctrl Shift Enter bu ustunni uzish, ya'ni kolonkida, ya'ni gazeta holatda yozayotgan paytimizda bitta ustunni to'xtatib, ikkinchi ustunga o'tib ketadi. Ctrl bilan Home hujjatni boshiga o'tadi. Home tugmasini o'zi shunchaki paragrafni boshiga o'tadi xolos. Ctrl Home hujjatni boshiga o'tadi. Ctrl End hujjatni oxiriga o'tadi. End tugmasini o'zi paragrafni oxiriga o'tadi xolos. Ctrl Page Down faqatgina bitta sahifa pastga tushiradi xolos. Ctrl Page Up bitta yuqoridagi sahifaga o'tkazib beradi. Ctrl Shift F7 linklar bilan ishlagan paytimizda, ya'ni boshqa fayllardan link qilib, boshqa fayllarni havola qilgan paytimizda, o'sha havolalarni butun hujjatdagi hamma havolalarni yangilaydi. F9 ham bor, u faqatgina belgilagan havolamizni, masalan, qaysidir sohani belgiladik, uni ichidagi bor bo'lgan havolalarni yangilaydi xolos. F9. Ctrl Shift F7 butun hujjatdagi hamma havolalarni yangilaydi. Xo'p, Ctrl Alt T TM degan belgini chiqarish uchun, Ctrl Alt R degan belgini chiqarish uchun. Mana shu ham qaysidir testda tushgan, ikkalasidan bittasi. Adashmasam R tushgan. R ni chiqarish uchun qaysi klaviatura kombinatsiyasi ishlatiladi? O'sha paytda men bilmasdim qaysi bilan chiqarish mumkinligini. Chunki faqatgina mana bu simvoldan, vystavkadagi simvol degan funksiyadan foydalanib turib, o'zim kerakli nimalarni chiqarardim, belgilarni. Faqat o'ni yoddan bilaman. Alt bilan 0, 1, 4, 5 o belgisini chiqaradi. Asosiy tushunchalar. Ribbonni ko'rdik. Buyruqlar paneli, ya'ni yuqoridagi hamma bo'limlar ribbon deyiladi. Hop. Docs fayl kengaytmasi .docs bu Word faylimizni kengaytmasi. Word Art matnga dizayn berish bo'lsa, Smart Art sxemalar chizish. Format Painter, ya'ni copyright formatni nusxalash. Justify, ya'ni ikkita tomonga tekislash uchun Ctrl J ishlatiladi. Styles uslublar, ya'ni stili deyiladi ruschasida. Zakolog 1, zakolog 2, обычный, spiski, har xil uslublar mavjud uning ichida. Margin, orientation, kolon bular hammasi sahifani nimalar, maketlari. Margin chekka tomondagi hoshiyalari, orientation uni kitob holatdami yoki bo'lmasa albom holatdami o'shani belgilaydi. Columns bu gazeta holatda, ya'ni bir nechta ustunlarga ajratish. Header, footer bu kolon titullar. Header yuqori kolon titul, footer past kolon titul. Merge cells birlashtirish, ya'ni Ctrl bilan M ni bossak, ba'zi Excel nimalarda yoki bo'lmasa Word jadvallarda kataklarni birlashtiradi, belgilangan kataklarni. Merge cells, ya'ni объединить ячейки. F12 boshqa joyga boshqa nom bilan yoki boshqa formatda saqlash uchun kerak. Ya'ni сохранить как. F7 imlo xatolarini tekshirish uchun. Endi hujjat ko'rinishlari mana bu yerda ko'rsatilgan. Bosh aytdim mana. Bunimiz
oddiygina list ko'rinishida, A4 list formatida ko'rsatadi. Mana bu veb-sayt ko'rinishida ko'rsatadi. Mana bu oddiygina strukturasini ko'rsatadi. Bu qoralama holatini ko'rsatadi. Faqatgina matn ko'rinishida. Xo'p. Keyingisi endi 3 ta test ishlab ko'ramiz. Bu yerda belgilab qo'yganimdan keyin o'chib ketmabdi. Shunchaki o'qib, tahlil qilib beraveraman. Undan keyingi videoda 30 ta test ishlab ko'rsaman, u faqat platformaga joylanadi. Word dasturida barcha buyruqlar joylashgan, yorliqlarga bo'lingan yuqori panel qanday ataladi? Ya'ni yuqori panel deyapti. Barcha buyruqlar joylashgan, yorliqlarga bo'lingan. Yorliqlar bu glavniy, выставка, maket, konstruktor shular yorliq bo'ladi. Bu ribbon. Keyingisi Word Art va Smart Art o'rtasidagi farq qaysi? Word Artimiz matnga dizayn beradi, ya'ni badiiy matn uchun. Smart Artimiz faqat sxemalar yaratib beradi bizga. Kontrolchi kombinatsiyasi qanday vazifani bajaradi? Matnni ikkita yonga tekislaydi. Matnni kengligi bo'yicha tekislaydi. Xo'p, bu videomiz shu yerda tugaydi. Faqatgina sizlarga platformani o'tgan dars qanaqa holatda ko'rinishini ko'rsatib qo'ying. 10-darsdan boshlab platformamizga ikkitadan video joylashtirish boshlangan. Mavzular. 10-dars ofis dasturlari. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu gruppaga tashlangan video. Buni hamma ko'rishi mumkin. Bu yerda ofis dasturlari haqida umumiy ma'lumotlar, hokazo. Oxirida 30 ta test yechilishi ofis dasturlari bo'yicha. Mana shu videoni ham ko'rib, test tahlilini ko'rish mumkin. 30 ta test jami 12,5 minutda yechib, tahlil qilib berganman. Pastdagi testlar ham xuddi o'shanga o'xshagan testlar. Videoni ko'rib turib, aniq qaysi testda nimani belgilashni bilib olishingiz mumkin. O'rganib olib, belgilab o'zingiz sinab ko'rasiz. Undan keyin testlar bo'limiga yana bitta test qo'shaman. Xo'p, PowerPoint bilan Excel tugatgandan keyin umumiy Microsoft Office bo'yicha katta test joylayman. Imkon qadar borgan sari attestatsiya testlariga yaqinroq testlar joylashtiriladi. Xo'p, undan keyin attestatsiya bo'limi bu yaqinda ochiladi. Attestatsiya bilan bir xil bo'ladi mana shuni ichi. Test muhitiga kirgandan keyin to'liq ekranda ochiladi-da, soat teskari sanoqda sanalish boshlaydi. Testlarni tanlash, qoralama yoki bo'lmasa apellyatsiya yuborish hamma funksiyalari attestatsiya bilan bir xil bo'ladi. Mana bu yerda yangilangan reyting. Ballar to'plab, masalan, mavzu bo'yicha ballar ko'rsatilgan. 100 balldan 100 ball to'plaganman, shunday bo'lib, oxirgi mavzular qolgan. Hali ishlaganim yo'q testlarni. Testlarni ishlagandan keyin ball beriladi. Men reytingda hozir 2-o'rinda turibman. Mana bu testlarga ham ball beriladi. Masalan, men bu testni ishladim. 1-urinishdayoq 50 tadan 49 ta topdim. Bitta testni o'zim ham xato ishladim. 98 ball oldim. Aynan qaysi test xato ishlangani ko'rsatilmaydi. Ikkinchi qiyin darajada ham 50 tadan 47 ta topdim. 200 balldan 188 ball oldim. Bo'lmasa videoni shu yerda tugatamiz. Video guruhga tashlanadi. Keyingi 30 ta testimiz bu yerda mana. Yana 30 ta ekspert testimiz bor Microsoft Word bo'yicha. Buni tahlili faqat platformaga joylanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.